Bilishingiz kerak bo'lgan muhim faktlar. Bo'yningizda shish paydo bo'lganmi? Tez charchaysizmi? Bunga sabab balki qalqonsimon bezdir. Qalqonsimon bez nima? U bo'yin sohasida joylashgan kapalak shaklidagi bez bo'lib, organizmda modda almashinuvi, energiya darajasi, yurak urishi va tananing haroratini boshqaradi. Buqoq bu o'zi nima? Buqoq bu bezning kattalashishidir. Uning turlariga euteroid buqoq, hipertireoz buqoq, gipotireoz buqoq va tuguli buqoq kiradi. Uning qanday belgilari mavjud? Tez charchash, sovuq va issiqqa sezuvchanlikni oshishi, yurakning tez urishi, uyquchanlik, asabiylik yoki tushkunlik bo'lgan holatlar kuzatilishi mumkin. Bu holatlarga nima sabab bo'lishi mumkin va xavf omillari qanday? Bu holatlarga genetik moyillik olib kelishi mumkin. Yod tanqisligi, autoimmun kasalliklar, radiatsiya bo'lishi mumkin yoki homiladorlikdan keyingi holatlar sabab bo'ladi. Sizga uy sharoitidagi tavsiyalarim quyidagilardan iborat. Yodlangan tuz va dengiz mahsulotlarini iste'mol qiling. Dori va vitaminlarni vrach nazoratisiz iste'mol qilmang. Stressdan saqlaning va har yili albatta endokrinolog ko'rigiga borishingizni tavsiya qilaman.